Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Navbatdagi shedevr darvozamiz Xudo xolasa Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga ustanovkasini yakunladik. Hop, 4 qavatli darvoza bo'ldi. 3 qavat 1.8, 1 qavat chershayevlis. Shumka ham 3 qavatli bo'lgan, umuman ovoz yo'q. Hop, mayda detallar ham juda ko'p ishlatilindi. Razmerlari eni 4 metr, bo'yiga 3,5 metr bo'lgan. Hop, bundan tashqari отдельный nalshi qismlarimiz chiqqan. Ikki tomonga 35, tepaga 40 sm. Hop, tepa qismiga smolalar bilan jihozlaganmiz, nalishgan. Qanot qismimizda ham bor. Mana tilla svetga bo'yab qo'yganmiz. Hop, darvoza o'ta full variantda chiqqan. Materiallari juda qalin, 1.8lik, profillarni olsak 6x4 2lik stenka bo'lgan. Yondor qismlari. Yondor qismlariga 10 ga 10 2,5 stenkadan foydalanganmiz. Polni 3 ta joyiga, 3 ta joyiga ishlatilgan. Hop, taylariga ham ahamiyat berasiz, juda ishlovin chiroyli qilingan. Mana bu joylar mana junli shpakilovkalar bilan cho'tirlarini chiqarganmiz, xudo xolasa. Hop, darvozamizni egalariga ham yoqdi. Hoji buva, darvozamiz qanday chiqdi, bir fikringizni bildiring. Klientlarimizga ayting-da, ko'rayotgan hamyurtlarimizga ko'rib bittadan like bosib, o'zlari bir bahosini berishadi, xudo xolasa. Malades. Hamma anaqalarga men ham tavsiya qilaman, shunday robotlar qo'yishni. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Yaxshi kunlarga ochilsa, mehnatimizga biz rozimiz, bergan pulingizga rozi bo'lib qo'yasiz, xudo xolasa. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, ishlarni chiroylab bitirib beramiz. O'zbekiston 12 viloyatiga dostavka ustanovka besplatni bo'ladi.